Assalomu alaykum hurmatli Agroto Holding obunachilari, bizni kuzatib boruvchi ashaddiy muxlislarimiz. Mana bugungi ko'rsatadigan mahsulotimiz sizlarga kimdir fermada, kimdir qishloq xo'jaligida, kimdir shaxsiy ishida qo'llash uchun mo'ljallangan frontalniy pogrushchiklar uchun ko'pchiligiga tushadigan mana bunaqa mini pogrushchigimiz bor, sal undan kattaroqlari bor. 1 kubalik, 0.5 mana shunaqa. Bularda kilogrammlari 150 kilogramm, maydalari 80 kilogramm bo'ladi. Xohlaganlar uchun fermalarda ishlash uchun silosda olsa bo'ladi, yo go'ng qilish uchun xohlaganlar xo'jalik ishlarida ham bemalol foydalansa bo'ladi. Hindistonda Sanalika zavodi mahsuloti hisoblanadi. Ko'pchilik frontalniy pogrushchiklarga moslasa bo'ladi. Chunki bularda mana gidrosistemali anaqalari bor, silindrlarigacha bor, sig'adi, bemalol ochib qo'yib foydalansa bo'ladi. Xohlaganlar xohlagan ishga o'zlari uchun moslashtirib olsa bo'ladi. Kimdir buni qiziqib yurgan bo'lishi mumkin, kimdir qiziqib qidirib yurgan bo'lishi mumkin. O'shalarga foydali, manfaatli bo'ladi degan uchun bu videoni chiqaryapmiz sizlarga. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, qiziqib yurgan bo'lsa, bemalol pastda nomerlar qoldiramiz. Bitta screenshot qilib, bemalol aloqaga chiqib telefon qilsanglar bo'ladi.